yuzga quyosh paneli o'rnatgansiz, hammasi ishlayapti, ishlamayapti bilishni xohlasangiz, mana shu videoni oxirigacha ko'ring, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Auxol programmasidan boshlaymiz. Rasteniya bo'limiga o'tamiz. Устройство. Birinchisiga kirsak, bu 30 kilovatli obyektimiz. 3 ta gruppa qilganmiz. Mana ko'rib turibsiz, hammasi ishlab turibdi. 590 volt 14 amper. Mana yoniga watt kilovatlargacha chiqarib turibdi. Bunda muammo yo'q. Agarda birortasi yo'q bo'lib qolgan bo'lsa, MPPT 1, 2 yoki 3, mana shunda mutaxassisga murojaat qilsalaring bo'ladi. Ungacha hammasi normal. D inverterda ko'rib chiqamiz. Устройство. PV1, PV2, PV3, PV4 mana ko'rib turibsiz, hammasi ishlab turibdi. 50 kilovatli obyekt. 4 ta MPPT bo'lganini hisobiga birinchisiga 2 ta string qilingan, hammasi ishlab turibdi, muammosiz. Birortasi yo'q bo'lib qolsa, mutaxassisga murojaat qiling, ungacha shart emas. Solixda ko'ramiz. Ko'rib turibsiz, 23-78 kilovat chiqarib turibdi, quyoshli deb. Shuni ustiga bossangiz bo'ldi, bunda o'zi ko'rsatadi sirasi. Bu ham 30 kilovatli. 1, 2, 3 MPPTlar hammasi ishlab turibdi. Muammo yo'q. Yana sizga qanaqa videolar qilishimizni xohlasangiz, kommentariyaga yozib keting. Hammasini batafsil tushuntirib video qilib beramiz.